Davom etamiz, hurmatli teletomoshabinlar. Yo'l-yo'lakay davonlar, bosib kelgan karvonlar, xabar bering shu onlar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, xabar bering shu onlar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar. Misolgoh eram bog'mi, oshiqlar ko'ngli chog'mi, Misolgoh eram bog'mi, oshiqlar ko'ngli chog'mi, malika budur sog'mi, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, malika budur sog'mi, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar. Sog'inganim u yoqda, yashar mendan uzoqda, sog'inganim u yoqda, yashar mendan uzoqda, jon qiynalar firoqda, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, jon qiynalar firoqda, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar. Misolgoh eram bog'mi, oshiqlar ko'ngli chog'mi, malika budur sog'mi, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, malika budur sog'mi, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar. Bir qiz bor unda go'zal, husni ham oydan o'zar. Bir qiz bor unda go'zal, husni ham oydan o'zar. Gul yordan bering xabar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar. Gul yordan bering xabar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar. Yo'l-yo'lakay davonlar, bosib kelgan karvonlar, xabar bering shu onlar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar, xabar bering shu onlar, Bag'dodda nima gaplar, Bag'dodda nima gaplar. Salomat bo'ling. O'tirib olamiz, marhamat, joyimizga. Bag'dodda nima gaplar? Bag'dodda hamma yoq tinch. Juda xursandmiz, hurmatli do'stlar. Albatta studiyamizda mehmonlarimiz bor. Quvonchbek Umurzoqov hamda Sardor Qulmurodov Pastdarg'om tumanidan tashrif buyurishgan. Hozirda o'zimizning Samarqand shahrida San'at kollejida tahsil olishyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Xush ko'rdik. Avvalambor assalomu alaykum. Muxlislarga, sizlarga ham. Tong xayrli bo'lsin. Rahmat San'at sizlarga. ahli endi Jasmina ertalab uyg'onish qiyin bo'ladi. San'atkorlar shunaqa. Sal erinchoqli bo'ladimi yoki o'sha xizmatlar, xalq xizmatidan baribir bo'lishadi. Bu yoshlarimiz hali ukalarimiz juda ham xursand bo'ldik. Studiyamizga bir fayz olib kirgani uchun ajoyib qo'shiqlari bilan juda ham xursandmiz. Marhamat, o'zlaringiz haqida tanishtirib. Biz Samarqand viloyati Nurobod tumani, Jom degan bir kichkina qishloqchadan shu hozirda Jo'tiq Samarqandda o'zimizning kollejda Gitarist ukamiz Pastdarg'omdanmi? Pastdarg'omdan gitarist. Pastdarg'omdan. Siz Nuroboddan. Nurobod tumani, Jom qishlog'idanmiz. Ijod qilib kelamiz. Shu kollejda birinchi kursimiz muz drama yo'nalishida.
Oz qo'shig'ingizda Bag'dodda nima gaplar dedingiz? San'atda nima gaplar? San'atda yangiliklar, kichkina yangiliklar qilyapmiz. Mualliflik qo'shiqlarimiz o'zimizning. Yaqinda chiqadi, xudo xolasa, klipi bilan hozir ishlanmoqda, ishlanish jarayonida ketyapti. Mualliflik qo'shiqlar muxlislarimizga, shu muxlislarimiz deyishga hali bor. Sizlarga taqdim qilamiz yaqin kunlarda, nasib bo'lsa. Yaxshi. Yaqin kunlarda. O'zi umuman olganda o'sha keling, san'atga kirishlari, san'atga qiziqishlari shundan boshlasak. San'atga endi oldindan ustozlarni kuzatib kelardik. Ozodbek Nazarbekov, hozir Jaloliddin Ahmadaliyev shular kuzatib, ijodiga qiziqib, shunga kirib maqganmiz. Demak, maktab vaqtlarida ham o'sha ko'proq san'at sohasida, to'g'rimi, harakat qilish bo'lgan, tadbirlarda bo'ladi-ku baribir. Qiziqish shundan boshlandi deylik. Shunday qiziqish. Tadbirlarga chiqib yurardik. Yoshlar ovozi maktabda ko'rik tanlovlar bo'lsa, borib qatnashib, faxrli o'rinlar olib kelamiz. Shu yil ham Yoshlar ovozi bosqichida, viloyat bosqichiga keldik nasib. Shu yil ham va o'zingizga o'sha g'oyibona bo'lsa-da, ustoz san'atkorlarni ustoz sifatida ko'rib, to'g'rimi, qo'shiqlarini eshitib, shunday. baribir bir insonga ilhom bag'ishlaydi-ku, ustoz san'atkorlarning yo'nalishi. Mana O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni aytyapsiz va boshqa san'atkorlarimiz Jaloliddin Ahmadaliyev, Doston Ergashev, aynan sizni yo'nalishingizda adashmasam, chunki ular gitara bilan qo'shiq aytadi. Shunday. Chiqqandan beri kuzatamiz Jaloliddin Ahmadaliyev, Doston Ergashevlar kuzatib. Juda yaxshi. Sardorbek, ko'rib turganimizdan xursandmiz sizni ham. Qani siz Quvonchbekning yoniga faqat gitara chalish uchun aytdingiz, keldingizmi yo o'zingiz ham qo'shiq aytasizmi yoki yo'nalishingiz gitara chalib beraman-da. Aynan asbob, gitara asbobida, demak, gitara. kuy chalish. Shunaqa. Juda yaxshi. Gitara chalishda ham o'ziga yarasha sir-sinoatlari bor. Albatta har bir sohani, san'atni o'ziga yarasha sirlari bor. Keling, mana shu gitara chalishda ham qanday usullardan foydalanish kerak? Chunki qo'l harakatlari bor bu yerda. Endi gitarada har xil usullar bo'ladi, akkordlarni o'zgartirib. O'rganishda nimadan o'rganish kerak? Ustoz bo'ladi albatta, ustozdan o'rganish kerak. Nechta simi bo'ladi gitarada? 5 ta, 6 ta. 6 ta bo'ladi, 6 ta. Hozir to'satdan mana hech qanday tayyorgarligimiz yo'q. Shunday so'rasa, kuy chalib bera olasiz birorta. Bir o'zingiz yoqtirgan. Maylimi? Keyin Quvonchbekdan yana ijro eshitishimiz mumkin bo'ladi. O'zingizda bir qani jonli tarzda bir. Izlarimni boylab yurgan qadam bor. Bo'ladi. Baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Birodarim davring keldi surib qo'y. G'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y. Qara davlat pul demasligin ko'rib qo'y. Men otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni boylab yurgan qadam bor. Baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Men otamdan boyman chunki otam bor. Ey yashang, rahmat, salomat bo'ling. Jonli-jonlida baribir, to'g'rimi? Endi Quvonchbek ham qo'shiqda yomon aytgani yo'q. Baribir o'sha studiyada, Sardorbekdan biz xursand bo'ldik hozir. Faqat kuy chalib beradi desam, ovozlari ham bor ekan mana. Sizlar kursdoshmi endi shunda? Ha, kursdosh. Oldindan o'zi taniymiz bu kishini. Xo'p. Pastarg'omda birinchi ijodga kirib kelayotgan paytda bilan tanishib qolib, mayda juda ijodlar qilib o'zimizcha boshdan taniymiz 2 yillardan beri. Juda yaxshi. Hozir ijtimoiy tarmoqlar ancha faol. Harakat bo'lyaptimi ijtimoiy tarmoqlarda ham? Ijtimoiy tarmoqlarga Instagram kanallarimiz, YouTube kanallarimiz bor, o'zimizning kichiklarga muallif narsalarimizni, ijodlarimizni qo'yib boramiz. Chunki hozir Jasmina shunday sivilizatsiyada yashayapmizki, 21-asr texnologiyalar hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham hatto bir inson yaxshi ijod qilsa, ko'plab qo'shiqlar yaratsa, tanilishi ham
ko'p bo'lyapti-da, ehtimol shuni ko'zimiz tushyapti. Ijtimoiy tarmoqlar juda ham faol bo'lishi kerak va bu yaxshi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz aynan televideniya orqali mana bu bizni o'zi maqsadimiz ham shu, Jasmina, to'g'rimi? Aynan Samarqand telekanalidagi maqsadimiz bitta. U ham bo'lsa, kelajak avlod vakillari bo'lgan yoshlarimizni san'atini, iqtidorini, talantini yuzaga chiqarish uchun harakatdamiz. Mana bugun ham adashmasam hali 20 yoshmi, necha yoshsizlar? Hali yosh, 17 yosh. 17 yosh, ha? 17 hali 20 ga ham kirmagan. Endi o'sha navqironlik vaqtidasizlar va faqat ijod qilish kerak. Xuddi shunday. San'at kollejida ustozlaringiz haqida gapiring. San'at kollejidagi ustozlarimiz Jo'rabek O'rolov bizga mahoratdan dars o'tadi. Jasur Qozoqov degan domlalarimiz bor. Mahoratdan dars o'tadi ular ikkalasi ham. Birinchi ustozlarimiz san'at bo'yicha shu yo'l yo'riqlarni, o'zining maslahatlarini berib o'tgan Jum Pastarg'omdan Alibek Nafasov, Muxtor Rais nomi bilan taxallus bilan tanilgan inson ular. Muxtor aka yaxshi taniymiz. Hozirda Abdunabi Tuxtasinov ustoz o'z yo'l yo'riqlarini ko'rsatib qo'yadi. Rahmat aytaman ham ustozlarimizga. Yuqorida ta'kidladingiz, aynan ko'rik tanlovlarda qatnashganmiz dedingiz va bunday san'at bo'yicha ko'rik tanlovlar ko'p va o'zingiz maqsad qo'ydingizmi, aynan mana shu ko'rik tanlovda ishtirok etaman va birinchilikni qo'lga kiritaman deb? Ha, yoshlar ovozida qatnashdik. Viloyat bosqichigacha keldik hozir. Endi shu nasib bo'lsa poytaxt respublika bosqichlariga chiqib faxrli o'rinlar olish niyatimiz bor. Niyatlar katta, endi asosda Xudo xohlasa hammasini amalga oshiramiz. Albatta, bu yo'lda sizlar faqat va faqat ijod, izlanish, ustozlarni etagidan mahkam ushlash, to'g'rimi? Ustozlarning ko'magiga ota-onamiz duosini olib albatta harakat qilish nasib. Sardorbek, endi san'at kollejida asosan o'zlari spesfan deydi, yo'nalish bo'yicha gitara yo'nalishdasiz. Boshqa asboblarda ham chalish bo'ladimi? Rubob yo qanaqadir? Hozircha gitara, hozircha gitara. Aynan kuz fasli san'atkorlar uchun, san'at ahli uchun ijod fasli hisoblanadi. Aynan bu faslda ijodkorlik, har xil qo'shiqlar va san'at asarlari yaratish aynan san'atkorlarda ko'p uchraydi. Hozirgi vaziyatda sizlar ham ilhomlanib qandaydir qo'shiqlar yaratdingizmi? Mualliflik qo'shiqlarni so'ramoqda. Mualliflik qo'shig'ingiz? Mualliflik qo'shiq 3 ta 4 ta tayyorlayapmiz hozir. Ikkitasi chiqyapti o'zi. Sog'inmadingmi va bizga katta ketavermang nomli qo'shiqlarimiz tayyorlanish jarayonida. Ya'ni jarayonda. Birin-ketin chiqarishga harakat qilyapmiz. Qachon endi chiqadi? Biz eshitamiz sizlarning ijodingizni. Shu oylar ichida chiqib qoladi, bir oylar ichida nasib bo'lsa. Xullas 2025-yilda oxiriga bir yangilik bilan yilni yakunlaymiz, nasib bo'lsa. Yangiliklar katta nasib bo'lsa. Juda yaxshi. Yana birorta qo'shiq tayyorlaganmizmi yo yana jonli eshitamizmi? Qanaqa bo'ladi? Jonli ijroda aytib beramiz gitara bilan. Juda zo'r bo'ladi-da. Hayotimga o'zim yoqqan qo'shiq birinchi kirgan, biz ham bersak maylimi degan Jaloliddin Ahmadaliyev ustoz qo'shiqlar. Shuni ijro qilib beramiz. Sizga tor qolmasa mabodo bir qadam tashlasak maylimi? Siz bosib olgan bu dunyoda biz ham bir yashasak maylimi? Emas omadim kuldida, sal kuldim kitobim jildida. Bo'ldi-da birodar, bo'ldi-da biz ham bir yashasak maylimi? Cho'chqaning e'tibor betida, zax tomib turganlar betida, Xudoning hovlisi betida biz ham bir yashasak maylimi? Biz ham bir yashasak maylimi? Biz ham bir yashasak maylimi? Qo'limiz oshka bir yirtida, biz ham bir yashasak maylimi? Shoqollar ne istar bo'ridan, laychalar qo'rqar sher go'ridan.
sho'ridan biz ham bir yashasak maylimi? Do'st uchun xohiydim o'layman, qadrim yo'q joyda gar tilayman. Men sizga omadlar tilayman, biz ham bir yashasak maylimi? So'zlarim yoqmasa tinglamang, qarg'adek qag'illab cho'qimang. Haqimda g'iybatlar to'qimang. Biz ham bir yashasak maylimi? Siz davr surganda kuzatdik, uzatsak mehrimiz uzatdik. Ko'ngilni havaslab bezatdik, biz ham bir yashasak maylimi? G'amisiz g'amimiz emassiz, omading yuribdi demassiz. Yaxshiyam siz shayton emassiz, biz ham bir yashasak maylimi? Sajdada so'rayman o'zidan, ranjimang Anvarning so'zidan. Yosh to'kmay dushmanim ko'zidan. Biz ham bir yashasak maylimi? Biz ham bir yashasak maylimi? Biz ham bir yashasak maylimi? Qo'limiz osh kabi yetida, biz ham bir yashasak maylimi? Sizga tor qolmasa mamot. Salomat bo'ling. Rahmat. Adashmasam Jaloliddin Ahmadaliyevning qo'shiqlari bu, to'g'rimi? Juda ham xursandmiz. Shuncha aytibdi Jasminaxon, san'atga baxsh umrning so'ngsiz mo'jizasi bor. U dunyoni tark etsa, undan dunyo qoladi. Inson umri sarhadli, qo'shiq umri payondor, navosoz yuraklardan o'chmas navo qoladi deydi. Shuning uchun bizi xalqimiz, bizi yurtdoshlarimiz san'atni juda chuqur his qiladigan xalq, to'g'rimi? San'atni yaxshi ko'ramizda. Mana jonli ijro baribir qalblarga, yuraklarga, tub-tubiga boradi-da. Maza qiling. Jonli ijroni tinglagan holda keling hozir bir hamkasblarimiz tomonidan tayyorlangan lavha bor. Shuni tomosha qilsak va keyin yana suhbatimizni davom ettirsak. Juda yaxshi bo'ladi. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Do'stlik bu inson qalbining eng beg'ubor bog'idir. U yerda na riyo, na manfaat ochiladi. Faqat samimiyat, ishonch va mehr gullari ochiladi. Chin do'st seni so'zsiz tushunadi, sukutingni ham eshitadi. Ba'zan bir so'z, bir tabassum butun yuragingni isitadi. Do'st bu senga hamroh. U seni yiqilganingda qo'llab, kulganingda yurakdan quvonadigan yagona insondir. Hayotdagi eng buyuk boylik bu sadoqatli do'stdir. Ish, mansab, pul bular so'nadi. Ammo chin do'stlik yillar o'tishi bilan yanada yuksaladigan tuyg'udir. Sizningcha haqiqiy do'stlik sifatlari qanday bo'ladi? Bir-birini qo'llab turuvchi, mehribon, har doim yordam berib, birga harakat qilishda menimcha. Sizning eng yaqin do'stingiz kim? Rayhon. Qanday so'zlar bilan mehr e'tibor yaxshi ko'rishlaringizni bildirib turadi? Ko'proq yaxshi ko'rishimni aytaman. Har doim yonimda qo'llab-quvvatlab turganligi o'zi menga katta baxtda. Assalomu alaykum. Siz uchun do'stlik nima? Do'stlik bu yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga turadigan inson deb tushunaman. Sizning eng yaqin do'stingiz kim? Ismlari Saida. Saida. Ular hozir sizni Telegram orqali ko'rib turibdilar. Ularga nima degan bo'lardingiz? Ular mening kursdoshlarim bo'lishadi. Ular sog'ingan aytgan bo'lardim. Ko'rishni xohlagan bo'lardim. Do'stlik deganda ko'p narsa tushuniladi. Yomon kuningizda, yoningizda bo'ladigan bu do'st bo'ladi. Eng yaqin do'stingiz kim? Yaqin do'stimiz yo'qda hozir. Isfandiya. Ular hozir sizni Telegram orqali ko'rib turibdi. Agar ichingizda qanday gaplaringiz bo'lsa, aytib olishingiz mumkin. Tezroq kelishini xohlayman. Baribir bolalikda birga o'sib, o'ynab yurgan paytlarimiz zo'r. Hozir katta bo'lgandan keyin hamma har xil joyga tarqalib ketadi. Birga o'tirib, gaplashib o'tirganga boshqa narsa yetmaydi baribir. Tezroq kelib, shu birga
yursak, ko'rishsak zo'r bo'ladi. Menimcha haqiqiy do'st bu ota-onamdir. Ota-onam shu paytgacha men duoda qo'llab-quvvatlagan. Men eng yaqin do'stim shu ota-onam. Hozir sizni ota-onangiz ko'rib turishibdi Telegram orqali. Ularga nima degan bo'lardingiz? Shu paytgacha bizlarni ulg'aytirib katta qildingiz. Hammasi uchun mingdan ming rahmat. Hammasi uchun rahmat aytaman. Bizlarni yemay yedirgan, kiymay kiydirib, shu qizim hech kimdan kam bo'lmasin degan. Hammasi uchun mingdan ming rahmat aytaman. Assalomu alaykum. Do'stlik ishonchda turaveradigan, shuda do'stlik oqibat degan narsa bo'ladi. Pulda emas, hamma narsa. Sizning eng yaqin do'stingiz kim hayotda? O'rtog'im bor, bittasi Chexiyada, bittasi shu yerda. Ular hozir sizni Telegram orqali ko'rib turibdilar. Ularga nima degan bo'lardingiz? Do'stim o'zini ehtiyot qilgin, bittasi o'zimiz qishloqda, uni ham yaxshi ko'raman, o'rtog'im gaplashamiz. Haqiqiy do'stlik bu tushunadigan bo'lishi kerak va buni xislatlardan biri ham yaxshigina o'zida qabul qila olish kerak boshqa insonni. Ya'ni o'zining tuyg'ularidek uni ham his qila olish kerak deb o'ylayman. Eng yaqin do'stingiz kim? 11 yil birga o'tirgan, maktab bitirgan Dinora. Uni yaxshi ko'raman. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Haqiqiy do'stlik do'sti uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan inson do'st hisoblanadi. Sizning eng yaqin do'stingiz kim? Damir, sog'-omon yursin. To'y tomoshalarda ko'rishaylik. Chin do'st bir-biriga shu mehribon, qiyin vaziyatlarda oldi turadigan inson bo'lishi kerak. Sizning hayotdagi eng yaqin do'stingiz kim? Eng yaqin do'stim Husan degan do'stim bor masalan. Abjabor degan do'stlar hammasi yaqin. Haqiqiy do'stlikda so'z bilan ifodalash juda qiyin. U har doim endi ochiq, hamma biladigan narsa, yaxshi yomon kunda yonida turadigan, undan ham ortiqroq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Sizning hayotdagi eng yaqin do'stingiz kim? Yo'q, men do'stlarim ko'p, aynan bittasini ayta olmayman. Haqiqiy do'stlik bu boshiga ish tushganda yoki boshqa narsa bo'lganda yonida turadigan do'stlik bo'ladi. Haqiqiy do'stimiz bu ota-onamiz, aka-ukalarimiz bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men kechirishlarini so'rayman, xafa qilganman yoshligimda masalan, aka-ukalarimni yo ota-onamni. Ular hamisha yaxshi ko'raman degan bo'ladi. Haqiqiy do'stlikmi? Gapirganda xafa bo'lmaydi-da, haqiqiy do'st. Xohlagan narsangizni bemalol aytaversangiz, u haqiqiy do'st. Xo'p, sizning hayotdagi eng haqiqiy do'stingiz kim deb bilasiz? Gulandor Istoda degan qiz. U ham juda ham haqiqiy dugonam. Deyarli 12-13 yildan beri do'stmiz. U bilan ham shu haqiqiy do'st qanaqa bo'lishini biz shu bilan birga bo'lib do'st bo'lganimizdan keyin bilganmiz. Do'stlik bu bitta so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan narsa. Do'stlikda insonlar hamma har xil tushunadi. Do'stlik eng asosiysi siz ko'rsatayotgan munosabatlarda ko'rinadi. Bizga ko'pincha do'stlik, bizga do'stim bunaqa qilmadi, do'stim mana shunaqa qilmadi deb o'ylaymiz. Aslida biz do'stlarga nima bera olamiz? Biz do'stga nima ko'rsata olsak, do'st bizga shu munosabatni ko'rsatadi. Birinchi o'rinda har bitta insonni o'zi vijdonan do'st bo'lsagina, siz qarshi tarafda mana shu do'stlikni kutsangiz bo'ladi. Menimcha eng asosiysi bu insonni oxirigacha turadigan do'sti bu oila a'zolari deb o'ylayman. Farzandlar deb o'ylayman, turmush o'rtog'i deb o'ylayman, lekin faqat siz o'zingiz ham mana shu insonlarga arziydigan do'st bo'la olsangizgina siz bilan u hamisha yoningizda bo'ladi. Avvalambor siz ham ularga loyiq do'st bo'la olishingiz kerak. Chunki oila degani bilan siz farzand bo'lganingiz bilan unaqa farzand bo'la olasizmi do'stona? Buning uchun o'zingiz ham avvalo shu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Hurmatli do'stlar, biz yana jonli efirdamiz. Tomosha qilayotganingiz Assalom Samarqand musiqiy dam olish dasturi. Hali ozgina vaqtimiz bor. Jasminaxon ta'kidlab o'tganidek, mana shu san'at bo'lajak san'at yulduzlarini ukalarimizni bugun taklif etganmiz va hozir ekran ortida suhbatlashdik. Ustoz san'atkor O'zbekistonda estradamiz asoschisi Botir Zokirov ijrosidagi ko'p qo'shiqlarni bilasizlarmi dedik, musiqalarni so'radik, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir esa Sardorbekdan iltimos qolardi. Kozim Qayumov qo'shiqchimizni, san'atkorimizni o'sha engullagan yoshlik chog'imda taronasini bir eshitsak, ha? Marhamat. Engullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda, shu
shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Shundan beri dilimda yoding, shundan beri tilimda oting. Eng gullagan yozlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Salomat bo'ling. Qarang, baribir ham o'sha klassikada Chinor ostidagi duel filmida yaxshi bilamiz, O'zbekiston xalq artistlari Hamza Umarov rol ijro etgan va unda ushbu qo'shiq tarona yangragan. Kozim Qayumov ijrosiga, qalamiga mansub va o'sha bizni hozir o'tmishga nazar tashlashimizga to'g'ri keladi. Yoshimiz ham kattarib qolmagan, lekin baribir tanlash imkoniyati bo'lsa, Jasmina baribir o'sha klassikalar tanlab o'zimizda kimgadir hozirgi zamonaviy qo'shiqlar yoqar, Jaloliddin Ahmadaliyev, Dostonbek Ergashev ijrosidagi va bizga ham o'zimizni tanlovimiz va bu qo'shiq baribir ham qandaydir boshqacha ta'sir qiladi insonga. Albatta, erta tongda o'zingizni yoqtirgan qo'shig'ingizni jonli ijroda tinglasangiz, albatta o'zingizga xush kayfiyat bag'ishlagan bo'lasiz. Juda yaxshi. Va biz juda ham xursandmiz. Mana shunday yosh yigitlarimiz, ukalarimizni san'at sohasiga kirib, ustozlar etagida mahkam ushlab, kelajakda mana shunaqa men ham xalqimizga, yurtdoshlarimizga xizmat qilaman deb oldilariga maqsad qo'yishgan. Maqsadlar juda ham katta va bu yilda biz doimo omad tilaymiz. Albatta. Tashrifingiz uchun rahmat. O'ylaymizki, sizlarning ham o'zingizning tilaklaringiz bor. Keling, shu tilaklaringizni bildirsangiz. Sizlar uchun birinchi navbatda rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Sizning niyatlarimiz kelajakda katta san'atkor bo'lish. Va bu yo'lda intilish, izlanish. Shu yo'lni oxirigacha davom qilish. To'g'ri yo'lda izlanib o'qib, ota-onamiz duosini olib to'g'ri yo'lda. Ota-onalaringiz ham mana tomosha qilyapti, menimcha, adashmasam, jonli efirda kuzatib turibdi. Ularga ham salom yo'llab qo'ying. Butun Nurobod xalqiga, Jom, Tinchlik degan qishloq barchasiga salom. Meni kuzatib turganlarga, qishloqdoshlarga. Nasib bo'lsa, ishonchlarini oqlaymiz. Harakatdamiz shuning uchun. Albatta, maqsadlaringiz, orzularingizga biz ham omad tilaymiz va o'ylaymizki, sizlar ham ustoz san'atkorlar singari ustoz san'atkor bo'lasiz. Tashrif uchun yana bir bor rahmat deymiz va biz esa hozir teletomoshabinlarimizga yana bir lavhamiz bor, hamkasblarimiz tomonidan tayyorlangan. Keling, shuni taqdim etsak. Shunda xayrlashyapmiz, Albatta. Bo'lmasa yana hali kutib qolamiz studiyamizda. Sardorbek Quvonchbek juda ham xursand bo'ldik. Ijodlarga omad, parvozlar tilaymiz. Faqat va faqat harakatdan, mehnatdan, izlanishdan charchamayingizlar. Hali biz yana chaqiramiz sizlarni. Salomat bo'lingizlar. Jasminaxon ta'kidlab o'tganidek, hurmatli teletomoshabinlar, bizda bir ajoyib lavhamiz bor. Keling, lavhamizni tomosha qilaylikda, yana studiyamizga qaytamiz.